Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Bu hadisni Anas roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Parvardigoro, qalbimni, ey Robbim, qalbimni o'zingning diningda sobit qilgin. Shunda Anas ibn Malik aytdi: "Ya Rasululloh, sizga iymon keltirdik. Siz olib kelgan narsaga iymon keltirdik. Bizdan xavotiringiz bormi? Ya'ni keyin aynib ketishimiz mumkinmi?" Rasululloh aytdilar: "Ha. Albatta qalblar Allohning barmoqlaridan ikki barmog'i orasida turadi. Alloh ularni o'zi xohlagandek buradi." Qalblar birodar Allohning qo'lida. Qalblar Alloh taoloning qo'lida. Ana shu qalblarga xotirjamlikni soladigan ham Alloh, g'am tashvish, xavotirni soldirib qo'yadigan ham, shaqovatni solib qo'yadigan ham Alloh taolo. Bir banda bo'ldi, to'xtatdim gunohlarimni. Namozni boshlayman aytaman dedi. Alloh taolo uni qalbiga mana shu qarorni qabul qilishiga xotirjamlik bilan xursandchilikni, roziligini to'ldirib qo'yadi. Xotirjam bo'lib qoladi. Chunki Alloh taolo yaxshi ko'radi bandasini tavba qilishligini. Unga yordam beradi. Namozga yiqildingiz, eski hayotingizni o'ylasangiz, agar gunoh ma'siyatda bo'lgan bo'lsangiz, qalbingiz ezilib ketadi. Nimani belgisi shu? Alloh sizni qalbingizga iymonni chiroyli qildi, avvalgi hayotingizni xunuk qilib qo'ydi. Buni Alloh soldi qalbingizga. Aytayapmiz-ku, hamma qalb Alloh taolaning qo'lida. Astagfirullah va habbaba ilaykumul iymana va zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi, hamda sizlarga kufrni, itoatsizlikni, isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi. Siz sababini qildingiz, Parvardigor o'zingga qaytaman dedingiz, iymon keltirdingiz, tavakkal qildingiz va gunoh ma'siyatni tashlab sababini qildingiz, Alloh nusratini berdi qalbingizga. Alloh yordam berdi sizga. Endi Alloh insof bersa biz ham qilarmiz deyotganlar, sen bir qadam bosadi Alloh tomonga, Alloh ikki qadam bosar edi. Siz boyagi qilgan qaroringiz to'g'ri bo'ldi. Qalbingizga xursandchilik kirdi, xotirjamlik kirdi. Endi agar siz qabul qilgan qaror noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloni norozi qiladigan, Alloh taoloni rozi qilmaydigan qaror bo'ladigan bo'lsa, bu qaroringiz qalbingizga siqilishlikni, torlikni, tanglikni olib keladi. Ya'ni jahl usti boradi, so'kib qo'ydingiz, ertasi kuni bekor qildim deysiz. Bir ishni achchig'i ustida yoki bir fe'l ustida qildingiz, keyin o'zingizga kelganingizdan keyin, g'azab ketgandan keyin noto'g'ri qildim deb bir hafta siqilib yurasiz. Demak, Alloh taolo tomoniga bir qadam bosamiz, Alloh taoloning nusrati bizga keladi. Keyingi oyat. Mana hozir umumiy suratda insoniyatga bir qaraydigan bo'lsak, odamlarning deyarli hammasida kunidan norozilik bor. Kunidan norozilik bor. Hayotidan ko'ngli to'lmayotganligi bor. Shikoyati bor, nolasi bor. Alloh taolo aytadi: Astagfirullah, "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." Insoniyatda hozir kundagi eng katta g'amini ustiga qo'limizni qo'ygandaymiz hozir. Alloh taolo aytadi: "Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holida tiriltiramiz." Allohning eslatmasidan yuz o'girishlik insonning hayotini tang qiladi. Bu yerda muhim emas, u odam boymi, kambag'almi, sog'mi, kasalmi. Allohning eslatmasidan, dinidan, Qur'onidan, shariatidan yuz o'girdimi, bu odamning hayoti tang bo'lishligini Robbimiz azza va jalla aytayapti. Qaranglarda, suitsidlikda mana o'zini o'zi o'ldirishlik. Shu g'arb mamlakatlarida juda ham ko'p. Qorni to'q, usti but, hamma yo'q zo'r, ekonomikasi zo'r, oyligi katta, zo'r. Nimaga o'zini o'ldiryapti ular? Chunki hayoti tang. Tang. Nima uchun tang? Allohdan yuz o'girdi-da. Endi musulmon yurtlarga qarang. Asbali chataq, ekonomikasi chatoq, oyligi chatoq, hamma yo'q. Dunyoviy maishatini qarasangiz, ularga taqqoslasiz chatoq. Lekin eng o'zini oz o'ldiradiganlar musulmonlar ekan. Nima uchun? Iymoni bor-da. Bu Allohning zikridan yuz o'girmaganda, birodarlar. Demak, Alloh azza va jalla hamma odamlarning qalblari Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Xohlagan tomoniga buradi.
Kim meni yuzlatmamdan yuz o'girsa, albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lur. Endi buni muqobilada boshqa oyatni ko'ramiz. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Man amila solihan, kim bitta savob amalni qilsa, min zakarin aw unsa, erkakmi ayol, ya'ni erkakmi ayolmi mo'min bo'lib turib savobli amal qilsa, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Biz unga pokiza hayotni beramiz. Nargina hayot qanaqa bo'ldi? Tang bo'ldimi? Qarang, kambag'al qilib qo'yaman, kasal qilib qo'yaman demayapti. Tang qilib qo'yaman deyapti. Bu kasal ham sog'lom bo'lib turib tang bo'lishi mumkin. Endi mo'min bo'lib turib solih amal qilsa-chi, pokiza hayotni beraman deyapti. Pokiza hayot. U kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot bo'lishi mumkin. Boy bo'lib turib ham. Demak, siz bilan bizning kallamizga kirib qolgan pul bo'lsa, bilasizlar, qaranglar. Pul bo'lsa, chunki bizga kallamizga ertayu kech quyilayotgan tushuncha bilan o'lchovda pul asosiy narsa. Pul bo'lsa bo'ldi degan narsa yo'q. Robbimiz aytayapti. Meni zikrimdan yuz o'girsang, hayoting tang bo'ladi. Menga iqbol qilib, solih amal qilsang, hayoting pokiza bo'ladi, deyapti. Bizning hayotimiz pokizami? Alhamdulillah, pokiza.